Assalamu aleyküm aziz yurttaşlar, kadırlı abonaçılar. Sağ mıslar, aman mıslar? Sağ aman boğayslar. Bugün Xuda Xarasa Bağat Tumanı Aşkabat Mahallesi eski Kızıl Milise uçaskesinde İstanbul toyxanamız joylashgan. Ebit vakti İstanbul toyxanasında İsmailov Nazarboy ağamızın oğlunun Fars toyu bo'lib o'tadi. Her gal aytib o'tamiz aziz obunachilar. Ko'p to'ylarimiz ebit vaqti bo'lib turibdi. To'g'ri, kelinimiz to'yxonaga tushadi. 12:30 1 etrafında to'yxonaga tushadi. Hozir san'atkorlarimiz shularni boshladi ichanda. Kelgan mehmonlara ashulachilarimiz klassik ağır ashulalar bilan ashula aytib dam olib o'tiradilar. Gelinimiz kelgandan keyin to'g'ri davraga to'ylar muborak bilan davraga girib boradi. Doğru girip oturады. Toy açılады. Gelin salamı enaşidimizler hemmesi şu toyxananın üzerinde bo'lib o'tadi yurttaşlar. Bu elbette hazırki zaman tələb mümkün değil. Adamların hem tələb üçün değil. Sebep karan akşam genç toyu. Bugün ebete yine uyuna gelin körse geçti. Yine kızığına ve ertenizi kuda çağırık bergi tamamı yiyip son günü arka tamamında kuda çağırık. Bilesmin iki gün toy bolup giderdi. Toy bolga Xudayım. Niyetimiz toy. Lekin hemmenin hem yağdayı toy berişe geliş middetseken balık. Birevler 3 gelin alışı gerek, birevler 2 gelin alışı gerek. Oğullarına cay salışı gerek. Şun dinlelerimiz köplüğü için devletimiz tamamından itibar kılınıp durdu. Toy, merekeler ihçam olsun. Bolmasın deyip durgan yeri yok. İhçam olsun, israfgerçilik bolmasın. Elbette bunun cevabı var deyip muhterem yurtbaşımız aytib turdu. Şunun için Nazarboy ağamız bugün ebitde İstanbul toyxanasının halkı çağırdı. Bilesler ilatımız hemmesi gelediler, hemme ilat toya katnaşadı. Toyxanada ebitlige bir vaktin özünde soğuladı. Hemmesi soğuladı. Aziz yurttaşlar, sizler hem şunun toyları belki tavsiye kılıp kalamız. Her tamallama kolay. Adamların bir zar olmaydı. Hele bu da orada video tayarlap oturupmuz, bunu alakada çıkarıp ötemiz. Toylardaki tam doğrusunda kim 2 saatin içinde 3 fil tam yiyip oturttu. İsrafgerçilik bir tam yiyiledi. Bazı vaktlar bu toylarda 3 tam indemese 4 tama 4 kilo kata öttiler hazır. Elbette biri yiyiledi, kalan hemmesi israfgerçilik bulup tuttu. Yurtbaşımız elbette şunu oylap tuttu. Buna serpilgan mablağımızı ballarını üy cay alıp berin dep tuttu. Bo'lmasa köp gap çertemez toyumuzu koldan kelganicha yaratıp baramız. Sebebi ebitde bu turgan toylarımızı ben hazır kanalıma joylab koyaman. Ebitten toy bolamın, toy berse boladi ekan degan insanlar için ebit vaqti toyumuz. Nazarboy ağam İsmailov xonadonuna gelin geliyotir bugun.
Şeker salındı tutu kibir yok
gerekmez bulsan Aşığım dikim canım gerekmez bulsan Ot ve kirmin cismi buraya ağlay gerekmez Sağya dağdayım Haysı gül kim yüzleri berkten kıldı istedim İslamam uyuz tamam seni közünden benim Kan tökersen çeşmeye geriye ağlay gerekmez mi sağya ağlayayım Dasta şiir bitip Kül bestemem sen üçün Sevdav etmeyi henüz kim Hastalar sen üçün Levz-i şiir sünnetini Paramad etmeyin neçün öptüm yettim Hasta küngülüm kaderi yaşasın Bu kim kildi, kim ağlasın, niçin ağlayasın, Aziz güzel toçalar hazır görüp öttünüzler. Mana şimdi sanatkarlarımız halkımıza gelin gelguncha xizmat qilib turadi. Albatta bugünkü to'yimizda Bag'at Nuri guruhimizda aytilgan sanatkor suxandan video xizmatlari Bag'at Nuri guruhimiz xizmatda bo'ladi. Hammaning xonadonida yaxshi kun to'ylar bo'lsin, duo qilib qo'yamiz. Aziz yurtdoshlar, obunachilar, halkimiz ham chiroyli qilib tinch o'tirib hazatib ashula eshitib o'tiradilar. Gelin kelguncha hozir 12:30da ebit ovqatini beramiz. Bugün bazar günü, yakshanba günü, xudo xolasa halkimiz dam olib o'tiraveradi. Xolasa ebitni yeb, o'zlari ishini qilaveradi, xolasalar to'yni kuzataveradilar. Videolarimizni kuzatishda davom etinglar. Qo'ldan kelganicha video qo'yib boramiz. Mahallamizdagi yaxshi kun to'ylari, xudo xolasa like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Aziz obunachilar, yurtdoshlar, abit vaqti gelinimiz geldi hazır. To'g'ri to'yxonaga kiradi. Aziz obunachilar, Bag'at Nuri guruhimiz mashinalarimiz tayyor xizmatingizda. Xudo xolasa oldindan aytib qo'yasizlar. Kunning yaxshi kunlaringizda xizmat qiladilar. Yana bir yangi bizning ona diyorimizda dunyo bo'layotir. Ana shunday ham mana shu fursatdan foydalanib, bugun sizu bizga shifoxona dasturxoni yasayotgan. Albatta
Farzandlarining baxtini, farzandlarining kamolini sizu biz bilan barham ko'rishni niyat qilgan, niyatlarga erishib orzulari ushalayotgan qizli ostona. Xayrli ostona xonadon sohibi va sohibalari ulug' mana shu xonadon sohibi va sohibalarni butun ulug' bor insonlarda esa oltin ostonalarga qadam qatlayotgan yangi qarindosh urug'lar xudo qaynlar bilan samimiy muborakbod qilamiz. Albatta muhtarama yurtdoshlar, qadrli mezbonlar va qadrdon mehmonlar, biz insoniyatning orasidan Alloh dargohiga borib, otashini muhabbat bilan turmushga qaror qilgan bugun yangi hayot ostonasida turgan muhabbat asir va asiralarni vaqt kechasini boshlab berish uchun mahalla fuqarolar yig'inligi raisi nomidan O'ktamboy akamizni biz nufuzli oqshom go'zal sahnasiga chorlaymiz. O'ktamboy aka marhamat. O'ktamboy aka keling, to'ylar muborak bo'lsin. Rahmat katta. Assalomu alaykum aziz mahalladoshlar. Muzokaramizga mehmonlar. Ajoyib bir xonadonda, ajoyib huzurlarda, qo'shbo'g'lar xonadonda, Nazarbek uchamiz xonadonda farzandlarga barstoylik olamiz. Aziz yurttaşlar, qadrli obunachilar, Bag'at Nur guruhimizda to'y xizmatlari bor deb har videomizda aytib yotamiz. Yine ko'rib turgan mashinlarimiz bor, videochilarimiz bor, san'atkorlarimiz bor, suxandonlarimiz bor deb aytib o'tamiz. Kommentariyada yozibdilar. To'y berjakning o'zi biladi qaysi san'atkor olib kelishi debdi. Endi to'g'ri biladi. Lekin bizlar to'ychiga bir narsani aytgan bo'lar edik. O'zi san'atkorlarimiz hozir 90%, 95% fonogramma aytadilar. $600, $700, $500 baha qo'yibdilar san'atkorlarimiz. Bizga kerak bo'lsa yar bahasına so'ldirib beramiz. Sababi san'atkorlarning barchasi shogirdimiz, barchasi ustozimiz. Shuning uchun gapimiz o'tadi. Shuning uchun xalqimizga, elimizda, yurtimizda yordam bo'lsin, ko'mak bo'lsin. San'atkorlar bir ayb turibman-ku, 95% fonogrammaga buncha baho qo'yish shart emas. Shuning uchun bizlar e'lon berib qo'yamiz. Mashinlarimiz ham shunday arzon bahada, suxandonlarimiz ham, videochilarimiz ham arzon bahada biza sotdirib beramiz. Bize, bunun içinde bizlerin hakkımız var. Bizler dua kılsanız bo'ldi, aziz obunachilar.